28 may Novosibirsk, Gazasibir. Hozir mana ikkinchi mashina. Qayerdan keldi bu yuk? O'zingiz ayting, men aytmay. Ha? Quvadan keldi. Qani, qormaylar. Tinchmisizlar? Ya ko'ringlar-da, aytinglar-da buni. Biz gapirsak sen qilyapsan deyapti. Mana. Mana qarang. Ha, ikkinchi mashinani ko'rsatyapman. Bu Gazasibirdan Quvaniki. Mana qaranglar, mana qarab turinglar. Mana birinchi qator, ha? Mana birinchi qatori. Mana birinchi qatorda qarang. Mana qaranglar. Mana qaranglar. Bir qatorda olamiz bo'ldi. Bu nima? Bu yavni o'qloqda, bu qasddan qilingan narsa-da. Mana uni qaranglar. Bunga narx yo'q-da bozorda mana bu holatga. Qancha chiqyapti bunaqadan? Hamma shunaqa. Qo'lni shunaqa mana. Mana savdogarlar gapiryapti. Men emas, mana shu Quvadan kelgan gilos akalar. Mana mashinada chiqib ketgan shu postdan mana shu mashinada chiqib ketgan. Yurasi, men insof bilan qilsam, insof bilan. Yo, bunda nafaqat insof, iymonsiz Xitoylar ham qilmayapti bu ishni. Qilmaydi bu ishni. Hozir qanchadan olingan mana shular? O'sha. Joyida 60 ming. 60 dan. 60 mingga mashinaga chiqqan. Ha, ko'ryapsizlarmi nima deyapti? 65 mingga mashina. U rasxotini gapirmayapti hozir. Rastamoshka, bozor keldi, yo'l kira gapirmayapti. Kuyib ketdi bular, kuyib ketdi. Har birini ochsa mana shu holat deyapti. Har birida mana shu holat deyapti. Bu akalar, ozgina qo'rqaylik yaratgandan. Qonundan qo'rqmayapmiz, bir-birimizni hurmat qilmayapmiz. Savdogar akalarimiz ham ozgina qancha aytyapmiz, ozgina bir ko'rib, tekshirib olinglar. Ishonch yo'q. Bu hali Xitoyda singari telefon qilsalaring jo'natib yuboradigani yo'q. Mana shunda ham shu-da, mana qo'shoq. Karzina desang, karzinasi ham shu-da, mana qo'shog'i. Mana bu mayda giloslarda bular haligi nima deydi, ana haligi giloslar bor, qora giloslarda ham bunaqa razmeri yo'q-da, bundacha aytganda. Bu qasddan o'qlangan mana bu narsa. Mana bu narsaga kim javob beradi? Mana aytilyapti, qarab olsin. Chiqarmaydi dedi. Mana ko'rmagan, qanday chiqaradi buni? Chirish ancha kilozon bundan katta. Mana chiqarmaydi deydi. Buni olmaydi-da, bu ketdi. Mana bu mashina уже pishdi mana bu narsa. Mana hozir endi buni chiqarmaydi, tamojnidan u bu deydi. Qanday chiqarmaydi mana shu nazorat qilmaydi? Mana shu narsani biz aytmayapmiz, yo men aytmayapman, yo Abdumali aytmayapti. Mana shu savdogarlar aytayapti. Mana shu bozorda savdo qiladigan bolalar Gazasibir, Novosibirskida. Bu holat, bu o'ldi, bu kiradigan joyga kirgizib, mana shu narsa hamma yoqda rasvo qilayotgan, bir barokat kirgizmayotgan mana shu ularni. Aka, bugun biz olganimizda mon qarang. Onalar bo'limenni aka, ularda ham bor. Lekin mana 3 tasi oqib qoldi. Yodlar kim qarang. Oqib qoldi. O, mo taylarni qarang mana. Taylarda gilos yo'q, mon qarang yodlar. Mana. Mana aka, taylar oqib qoldi mana. Mon qarang. Mana gilos yo'q aka. Ziyodlarga olib bormay qolamiz aka. Xolis o'z etiga buni chiqib beradi. Insofiga siska bo'lgan dom. Dehqonini ham, brokerini ham, o'rtakashini ham. Vijdoningga siskanglar, haromlar. Bardo ham. Yukuzdan haromlardan. Mayovka tagi. Tagidini ochdi. Darraslar. Harom bo'lsin ashlar yerda. 60 mingdan olingan yuklar mana ashlar.